Ko'chatlar mana tomirlar ochiq. Haqiqiy keyin nima ko'karmayapti, nimaga mana bo'lmayapti deydi. Mana shuni salapa o'rash kerak. O'zi loyi bilan bo'lish kerak aslida. Loyi bo'lmasa salapa o'rash kerak. Tomir ochiq, quriydi keyin. Yoki yaxshi ko'karmaydi, sust bo'ladi. Siz 1 yilda oladigan natijani 2 yilda olasiz. So'g' yaxshi bo'lyapti hozir. Shu bilan qachon ko'miladi u? Turpoqqa ko'milish kerak. Shu uchun arzon ko'chatga uchmasdan yaxshi ko'chat olaverish kerak. 3-4 so'm ag'bariga qaramasdan yilidan yutqizib qo'yasizlar bo'lmasa. 1 yilda oladigan narsani 2 yil, 3 yilda olasizlar keyin.